Keyingi yillarda yurtimizda oliy ta'lim sohasiga bo'lgan alohida e'tibor natijasida yoshlarning o'zlari qiziqqan mutaxassisliklar bo'yicha ilm olishlari uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Masalan, bundan 8-9 yil oldin viloyatimizda atigi 3 ta oliy o'quv yurti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, kuni kecha vohada yana bir yangi nodavlat oliy ta'lim muassasasi Osiyo xalqaro universitetining Xorazm filiali o'z faoliyatini boshladi. Ochilish marosimidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Osiyo xalqaro universiteti tashkil etilganiga ko'p muddat bo'lmasa-da, mamlakatimizdagi oliy o'quv yurtlari orasida o'z mavqeiga, nufuzga ega. Ushbu oliy o'quv yurtida bugungi kunda 32 ming nafardan ziyod talabalar tahsil olmoqda. Endilikda universitetning viloyatimizda filiali tashkil etilishi bilan qamrov darajasi yanada ortadi. Filial uchun 12500 nafar talabaga mo'ljallangan 3 ta zamonaviy o'quv binosi va yopiq sport zali barpo etildi. Ochilish marosimida viloyat hokimi o'rinbosari San'atbek Solayev, universitet rahbariyati, nuroniylar, jamoatchilik vakillari va talaba yoshlar ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar tomonidan filialda yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar yuksak e'tirof etilib, bu dargohdan kelgusida yangi O'zbekistonning nomini yuksaklarga ko'taradigan yuqori malakali mutaxassislar yetishib chiqishiga ishonch bildirildi. Shundan so'ng rasmiy tasma kesilib, yig'ilganlar filial faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. 2025-yil 3-noyabr holati bilan alohida Xorazm filiali uchun ham litsenziyalarni olib, bu yerda 35 ta bakalavriat, 11 ta doktorantura, 21 ta magistratura, 91 ta yo'nalish bo'yicha jarayonni boshladik. Xalqaro standartlar asosida ta'lim, sifat uyg'unligi bilan jarayonlarni olib boramiz. Asosiy e'tiborimizni talabalarning salohiyatini oshirib, raqobatbardosh kadrlarni yetkazib berish maqsadida faoliyat olib boryapmiz. Shuningdek, filialning tibbiyot yo'nalishi talabalari uchun eng so'nggi rusumdagi laboratoriya uskunalarga ega simulyasion markaz tashkil qilindi. Umuman, qurilish va jihozlash ishlariga loyiha tashabbuskorlari tomonidan 85 milliard so'm mablag' sarflandi. Ayni paytda filialda 2200 nafar talaba yoshlar tahsil oladi. Joriy yil yakunigacha 150 ta, kelgusi yilda 500 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Xorazmda birinchi filial ochilishi ko'pchilik abituriyent va magistratura, doktorantura, ordinatura yo'nalishlarida o'qiyman degan talabgorlar uchun juda ham bir keng imkoniyat. Kampusni ko'zdan kechirdik. 3 ta katta bino, sport zal va klinika binolar mavjud. Talaba uchun har qanday kerakli jihozlari, sharoitlari bo'lsin, hammasi mujassam. Ma'lumot o'rnida viloyatimizdagi umumta'lim maktablarini har yili o'rtacha hisobda 30 ming nafarga yaqin o'quvchi bitkazadi. Ularning oliy ta'limga qamrov darajasi 60% ga yetdi. Ish boshlagan mazkur oliy o'quv dargohi bu ko'rsatkichni yanada oshirishga, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohalar uchun malakali kadrlar tayyorlab berishga xizmat qiladi. Shu kuni kechki payt estradamiz yulduzlari ishtirokidagi konsert dasturi namoyish etildi. Unda nafaqat filial jamoasi, talabalar, balki urganchlik yoshlar, musiqa ixlosmandlari ham ishtirok etishdi. Yangragan ashulalar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat, unutilmas taassurotlar bag'ishladi.